Urumchidagi Iqbal fan texnika şirketining ikki qurg'uvchisining biri bo'lgan Guljamal Abaydullaning 2017-yili 5-oydan boshlab izdergining yo'qligi ma'lum bo'ldi. Onun burun bir qatim jazolanganligi uchun sobiq mahbuslar qatorida tutib ketilganligi va navbatda Nilqidagi bir lagerda ekanligi dalillandi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, 2010-yili aksi bilan birlikda Iqbal fan texnika şirketini qurgan Guljamal Abaydulla to'y qilgandan keyin 2017-yili G'uljiga ko'chib ketgan. O burun bir qatim yog'liq chekkanligi sababli jazolangan bo'lib, sobiq mahbuslar qatorida tutib ketilgan va bir yig'ilish lageriga qamalgan. Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarga qilayotgan zulmini inkor qildi. Xalqaro taratqularning ziyoratini qabul qilgan To'qayev, "Sizlar Uyg'ur avtonom rayon bilan chegirdash, u yerdagi ishlarga qanday qaraysizlar? Xitoy rahbarlari bilan bu haqda so'zlashdinglarmi?" deb so'raganda, "Şinjangda Xitoy fuqarolari yashaydi, xalqaro kishilik huquq organlarining nurg'un dokumentlari to'g'ri emas. Buni biz Amerika va Xitoy savdo urushining bir natijasi deb qaraymiz. Qozog'iston Xitoyga qarshi kuchlarning bir parchasi bo'lishini xohlaydi" dedi. Lekin ishonchli ma'lumotlar va shohidlarning guvohligi Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarida millionlagan Uyg'ur bilan birga qozoqlarning qamalganligini o'ttirib qo'ymoqda. Amerika volkochisi jurnali Trump hukumatining Eronga qarshi O'rta Sharqqa 14 ming askar avatadiganligini ilgari surdi. Mazkur gazetning deyishicha, Trump doiralari O'rta Sharqqa askar va harbiy aslaha avatishni o'ylashmoqda. Xabarda ismini oshkorlamagan yuqori darajalik amaldorlardan naql qilib aytishicha, Trump doiralari 14 ming askar, 10 dan ortiq paraxot va boshqa harbiy aslahalarni avatishni o'ylashayotgan bo'lib, bu oy ichida elib berildiganligi bildirildi. Bu haqda texnik rasmiy bayonot e'lon qilinmadi. Qozog'iston parlamentining yuqori qanoti bo'lgan Kengash palatasi Turkiya bilan imzolangan harbiy hamkorlik kelishimini ma'qulladi. Qozog'iston Kengash palatasi Mudofaa ministrligi amaldorlarining qatnashishi bilan o'tkazilgan yig'inda ikki davlat orasidagi harbiy hamkorlik muzokara qilindi. Parlamentda ovozga qo'yilgandan keyin kelishim prezidentlarning imzolashi uchun avatildi. Kelishimda Qozog'iston bilan Turkiya orasida harbiy hamkorlik, harbiy hozirlik va ta'lim-tarbiya, o'rtaq manevr o'tkazish, mudofaa sanoati, texnik taraqqiyoti va boshqa sohalarda hamkorlash tashabbus qilingan. Fransiyada prezident Makronning pensiya islohotiga qarshi chiqqan ishchilar uyushmalari muddatsiz ish tashildi. Tunugun boshlangan namoyishlarda soqchilar namoyishchilarga is bombasi bilan daxl qildi va 18 kishini qo'lga oldi. Bu Fransiya yaqinqi yillardan buyangi eng chong ish tashlash bo'lib, ommaviy qatnash, ma'rif, doktorxona jiddiy qutqizish mulozimati, advokatlar va axborot xodimlari boshchiligida nurg'un sohalarda ish tashlash elib berildi.